Rossiyaning hozirgi siyosiy elitasining bir o'ziga xosligi bor. Shtrafnoylardan boshlaydi. Qamoqda yotganlarni jo'natadi, keyin boshqalarni jo'natadi. Oliy ta'limda ham eng zaif qatlamdan boshlayapti. Keyinchalik zaif bo'lmagan qatlamga ham o'tadi. Chunki oliy ta'lim bu urush yoshidagi kuchga to'lgan va shu bilan birga eng ko'p dissidentlar mavjud bo'lgan hamma yurtda bu oliy ta'lim muassasasi hisoblanadi. Ya'ni eng ko'p norozilarni siz o'qituvchilar ichida topasiz. Harbiy harakatda. U aytmay yurgan bo'lishi mumkin. Shuning uchun oliy ta'limdagi bunday mobilizatsion jarayonni a'lochilardan emas, ikkichilardan boshlayapti. Zaif qatlam. Shuning uchun bu o'ylangan va kutilgan. Putinning boshqa iloji yo'q, chunki Putinning urushi bu texnologik urush emas, balki go'shtli urush, go'shtga asoslangan urush. Ya'ni odam qancha o'lsa o'lsin jo'nataver. Bu yoqdan ta'minlab beramiz. O'zi SSR paytda ham shunaqa urushgan bular. Hamisha ikkinchi jahon urushida ham o'rtoq Stalin biz urusha olmaymiz. Nimaga urusha olmaysan? Chunki odam yo'q deyish kerak bo'lganda. Bo'lmasa Stalinning yoniga borib bo'lmagan. O'rtoq Stalin biz urusha olmaymiz. Nima uchun urusha olmaysan? Chunki odam yo'q. O'ldirdik hammasini, ya'ni. Shuning uchun demak bu urushga odam jo'natishning tizimli bitta ko'rinishi desak bo'ladi.